Hi everyone, welcome to Act English. I'm your teacher Nargis. If you're ready, let's start our lesson. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz plurals, ya'ni ko'plik mavzusi. Barchamiz bilamiz, har bitta ot so'z turkumi ikki xil usulda bo'ladi. Ya'ni birlik va ko'plik. Birlik bu bitta yagona bo'lgan narsalarga biz birlik sondagi otlar deb aytamiz. Masalan, ruchka. Nechta ruchka? Bitta ruchka. Kitob. Bitta kitob. Demak, mana shunday bitta bo'lgan narsalarni biz birlik sondagi otlar deymiz. Lekin ularning soni birdan ortiq bo'lsa, biz ularni ko'plik sondagi otlar deb aytamiz. Masalan, ruchkalar. Nechta ruchkalar? Ikkita, uchta, to'rtta, birdan ortiq bo'lgan ruchkalar ko'plik sondagi ot hisoblanadi. Yoki bo'lmasam kitoblar, daftarlar, bolalar, mana shunday lar qo'shimchasini ingliz tilida qanday aytishni o'rganamiz. Ingliz tilida lar qo'shimchasi naq 5 usulda yasaladi. Ular quyidagi qo'shimchalar: s, es, is, ves va o'zak o'zgarishi bilan hosil bo'ladigan ko'plik shakllaridir. Bularning barchasi lar deb tarjima qilinadi. Demak, birinchi oddiy s qo'shimchasidan boshlaymiz. For example, book kitob. Kitoblar deyish uchun biz s qo'shimchasini qo'shamiz. Books. Books. Book. Books. Demak, ikkinchi lar qo'shimchasi. Bu s hisoblanib, s qachon qo'shiladi? Agar so'zimizning oxiri s, ikkita s, sh, ch, o va h harflari bilan tugasa, bu so'zlarga s qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni box quti, biz qutilar deyish uchun boxes deyishimiz kerak. Yoki glass stakan, glasses stakanlar. Yoki brush, e'tibor bering, oxirgi harfi sh bilan tugayapti. Demak, bunga ham s qo'shishimiz kerak. Brush, tish cho'tka, brushes, tish cho'tkalar. Keyingisi ves qo'shimchasi. Ves qachonki so'zimizning oxirgi harfi f va f harflari bilan tugasa, biz ularga ves qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni leaf, barg, e'tibor bering, oxirgi harfi f bilan tugayapti. Demak, bunga s yoki es yoki s emas, balki ves qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Leaf, leaves, leaf, barg, leaves, barglar. Yoki knife so'zi bor bizda, pichoq. Buning oxirgi harfi f bilan tugayapti. Bunga ham ves qo'shamiz. Knife, pichoq, knives, pichoqlar. Va bizda keyingi lar qo'shimchasi bu es hisoblanadi. Es qachonki so'zlarimizning oxirgi harfi y, ya'ni o'zbek tilidagi y harfi bilan tugasa, es qo'shiladi. Masalan, lady, lady xonim. Biz xonimlar deyish uchun ladies, ladies deymiz. E'tibor bering, lady so'zidagi oxirgi harf y harfi tushib qolib, o'rniga es qo'shildi. Lady, ladies. Lekin bizda yana bitta mustasno qoida bor. Agar y harfidan oldingi harf unli harf bo'lsa, masalan, boy, boy, bola, unli harf bo'lganligi uchun biz es emas, s'ni o'zini qo'shishimiz kerak. Chunki sababi y dan oldingi harf unli. Boy, boys emas, boys, boys. Agar y harfidan oldingi harf undosh bo'lsa, esning o'zi qo'shiladi. Agar unli bo'lsa, s qo'shiladi. Yuqorida aytib o'tilgan qoidadagi so'zlardan qolgan barcha so'zlarga s qo'shimchasining o'zini qo'shaveramiz. Girl, girls, book, books, pen, pens.
s qo'shimchasini qo'shish uchun hech qanday qoida yo'q, ya'ni oxirgi harfi ma'lum bir harflar bilan tugagan bo'lishi kerak emas. Faqatgina oxirgi harfi s, sh, ch, o, x, f, f, y harflari bilan tugagan so'zlarga lar qo'shimchasini qo'shishimizda ayrim qoidalar va o'zgarishlar bor. Shuning uchun bularni barchasini yaxshilab yodlab o'rganib olishimiz kerak. Lekin bizda yana bitta qoida bor. Ingliz tilida barcha so'zlarga biz faqatgina lar qo'shimchasini yasash bilan ko'plikka aylantirmaymiz. Bizda o'zak o'zgarishi bilan ko'plikni hosil qiladigan sanoqli so'zlar bor. Ya'ni masalan child, bola so'ziga childs deb biz ko'plikni yasay olmaymiz. Bu o'zak o'zgarishi bilan ko'plikka aylanadigan so'zlar turkumiga kiradi. Ya'ni child, children, child, children, bola, bolalar, fish, fish oxiri sh bilan tugadi. Biz unga s qo'shamiz deb o'ylamang, chunki bu ham o'zak o'zgarishi bilan ko'plikka aylanuvchi so'z hisoblanadi. Fish, fish, man, man, yoki person, people. Bunaqa o'zak o'zgarishi bilan ko'plikka aylanadigan so'zlar sanoqli. Buni biz faqatgina yodlabgina o'rgana olamiz. Shuning uchun jadvalda berilgan so'zlarni ko'plik shaklini, birlik shaklini yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak. Umid qilamanki, bugungi mavzu barchaga tushunarli va aniq bo'ldi. Bugungi mavzuyimizdagi qoidalar nisbatan ko'proq bo'lganligi uchun e'tiborliroq bo'lib, eslab qolishingizni so'rab qolgan bo'lardim.